21-iyul 2-smena majburiy matematikaga tushgan savol. Kvadratga chizilgan aylana yuzasi 16pi ga teng. Demak, aylanaga kvadrat tashqi chizilgan bo'lyapti bizda. Xo'p, kvadrat tashqi chizilgan bo'lsa, ichki chizilgan aylana yuzasi 16pi bo'lsa, uni radiusi 4 ga teng. Kvadrat diagonalini toping. Bu 4 bo'lsa, buni tomoni 8 bo'lgan bo'ladi. To'g'rimi? Diagonal 8 ildizosi 2 bo'ladi mana. 8 ildizosi 2 javob. 17-savolda ham ko'rib o'tamiz. Bu yerda funksiya berilgan. Funksiyada x0 teng 0 nuqtadagi hosilasining qiymatini toping. Funksiya ko'paytma bo'yicha hosila olinadi. Birinchi, mana bu darajadan hosil olganda oldiga 2 va 20 tushsa 40 bo'ladida. 2x plus 1 ni 19-darajasi ko'paygan. Xo'p, kosinus x minus sinus x ni o'zi bo'ladi. Plus keyingi holatda bu qavsdan hosil olamiz. Kosinusdan minus sinus chiqadi. Minus sinus x minus kosinus x ko'paygan 2x plus 1 darajasida 20 o'zi turadi. To'g'rimi? Endi 0 ni qo'yib chiqadigan bo'lsak, x ni joyiga mana bu 40 ni o'zi turadi. 40 ko'paygan kosinus 0 da 1 ga teng. Sinus yo'q bo'lib ketadi. Bu yerda minus 1 chiqar ekan, minus bu esa 1. Bu 39 degan. Tushunarlimi? Mana javob. Ko'paytma bo'yicha hosil olindi.